Voy, soat nech bo'ldi? O'zim judayam ko'p uxlayverdim. Demak, 7:55 okey. Yaxshi, hammaga salom do'stlar, men Samman. Bu Minecraft o'yinida men yangi o'yinchiman do'stlar. Короче, uncha ko'p gapirib o'tirmayman va men o'yinni boshladim do'stlar. Yaxshi, o'yinni boshlamiz deganda men bu playerlikda men nima deyapman, o'zim ham tushunmay qoldim. To'g'risini aytsam, okey, men oddiygina dehqonman, to'g'risi. Bu uy ham o'zimniki emas hozircha albatta. Men dehqonman, dehqonchilik qilib ijaramni to'layapman albatta. Yaxshi do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, men shunaqa bir xunuk qishloqda turaman, to'g'risini aytsam chiroyli demoqchi edim, lekin xunuk degim keldi. Mayli. Okey do'stlar, ketdik. Mani uyim. Uncha ko'rsatib o'tirmayman, mana bu yerda. Mayli, mana bu yerda nima edi o'sha yerda? Mana bu yerda ekinlarim bor, uncha gapirishdi. Bilmayman. No, uzr do'stlar. Okey. Davom etamiz. Mana shu ekinlarimni o'rib olaman va shundan so'ng biz buni hokimga aytib berishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Короче, mana hammasini o'rib oldim. Shundan so'ng biz buning uyga borib kelaylik-da hozir. Narsa, mana bu yerda podval bor. Yaxshi. Okey. Yo'q. Adashib ketdim, mayli, chalgashib ketdim do'stlar, uzr, shunaqa muammolar bo'lib turishi mumkin do'stlar, hayotda shunaqa narsalar bo'lib turadi, lekin bu muammo emas. O'zatiga 2 metr joyga borib keldim xolos deganda gap. Okey do'stlar, hammasini ekib taylaymiz, shundan so'ng hokimning oldiga boramiz va hokim bilan bu ikkinchi marta uchrashishim bo'ldi, chunki hali 3 kun bo'ldi beri kelganimga. Birinchi kun uchrashgandim, 2 kundan oldin to'g'risini aytsam. Okey do'stlar, davom etamiz. Hali bu mening birinchi ish kunim emas bu. Lekin hali endi boshlanyapti-da, mana g'iybatchi jitellar ham o'tiribdi. Yaxshi do'stlar, mana bu yerdan biz hokimning oldiga chiqishimiz mumkin bo'ladi. Janob hokim. Kiraver. Salom janob hokim. Salom. Mana sizga ikkinchi kunni ekinlarni olib keldim. Yaxshi, joyiga qo'yib qo'y. Xo'p bo'ladi. Okey, mana sandiq ham bo'shab qolibdi janob. Shunaqa. O'zi yaxshi qilsan? Yaxshi, rahmat. Mayli, janob. Xo'p. Okey do'stlar, men ko'rganingizdek oddiygina shaharning hokimi. Shunaqa hokim-da bu ham bir xilchaki. Okey do'stlar, mana shunaqa mening qishlog'im bor. Hozir uyga boramiz va ozgina uyimda kompyuter o'ynamoqchi edim, lekin kompyuterim ham unchalik yaxshi emasligini bilib qoldim. Qandaydir bir savdo-sotiq bo'yicha men qanday g'alati kompyuter ekanman. Mayli do'stlar, ozgina qishloqni aylanib kelamiz. Unday bo'lsa, unday bo'lgandan ko'ra, o'tirgandan ko'ra. Yaxshi, toza havo, ochiq. Qanday go'zalliklarmi, balobatlarmi deyiladi-yu. Buni qaranglar do'stlar, qanday g'alati narsa qo'yib qo'yishibdi. Ot tepada turibdi. Qishloqlar nima ishlar qilishmaydi, tushunmayman borib. Okey do'stlar, mana uyimni ko'ringlar do'stlar. Hozir biz podvalga tushib ko'ramiz do'stlar borib. Agar sig'samda albatta. Qanday hokimman, qanday o'sha kuni ham sig'madim. Bir nimalar qilib o'tib olsam bo'ldi. Mana. Yaxshi, nimasini ko'ramiz do'stlar. Qanday o'zlashtirib turibdi-da borib. Bir kundan beri. Mayli. Hozircha uncha eshitilmaydi uni, lekin bor shunaqa o'zlar. Mayli. Do'stlar, hozircha uyda baribir hech narsa qilmaymiz. Soat hali 1 bo'libdi. Yana qishloqni bir aylanib kelsak bo'ladi. Okey do'stlar, ketdik. Salom jitel. Salom. Okey. Mana bu yerda ham bitta jitel bor ekan. Salom jitel. Salom. Men taniysanmi? Yo'q. Okey, mayli, o'zing ishing bilan bo'laver. Okey. Bu jitellarga umuman tushunmayman. Yaxshi muomala qilishmaydi. Okey, shunaqa uylarda ish qilib. Mana shunday ko'rishingiz mumkin do'stlar. G'alati joylar, g'alati jitellar.
va man, faqatgina man. Okey. Bularga gapirmadim. Mayli, menga qarash qanday g'alati. Ha mayli. Ham bu yerda ham eshitlar bor ekan. Mayli, oldilariga borib o'tirmaymiz. O'zlaricha ular gaplashib o'tirishibdi-da. Uni mayli. Do'stlar, uyimizga qayta qolamiz yaxshisi. Okey, mana bu yerdan yo'lovchilar ham juda ham zo'rda do'stlar. Borib ketaveradi. Bittagina yashil bo'lib qolgan. Ha mayli. Qani dam olaychi ozgina. Soat ham 2 bo'libdi. Voy, juda ham ko'p uxlavordim-ku. Nimalar bo'lyapti? Voy do'stlar, soat 8 gacha uxlabman. Vau. Bu rekordmi yoki boshqa narsami do'stlar, bilmadim. 6 soat uxlash. Vau, bor-ku. Keyin ozgina havo almashtiray. Qishloq qanday qo'rqinchli bo'lar ekan kechasi. Voy. Ko'rdingizlar? Qanaydir g'alati narsa ko'rib qolgandek bo'ldim do'stlar. Voy, tezroq uxlash kerak bor-ku. Shu albatta uxlashni, ko'p uxlab yuborishni oqibati shu. Okey. Voy, o'zim kechasi nimalar bo'ldi? Qo'rqib ketdim. Juda g'alati narsalar yuz berdi. Mayli, chiroqni yoqaychi do'stlar. Qanday bir g'alati narsalar yuz berdi, men tushunmadim. Balki shu uyqusizlikdandir yoki boshqa narsami? Mayli. Yana biz ikkilarimiz o'g'ri bo'lamiz, balki o'sib qolgan bo'lishi mumkin. Okey. Ketdi do'stlar. Kechasi qanaydir bir boshqacha narsalar yuz berdi-da. Boshqacha narsami yoki shunchaki bironta hayvon o'tdimi, men tushunmadim. Mayli. Ikkilarimiz ham uncha o'smagan ekan, mayli. Men baribir o'g'ri bo'lyapman. Nimaga yer bo'lmayapti? Tushunmay qoldim. Okey, mayli. Bu yerdan chiqib olay, uni to'g'rilab qo'yamiz. Okey, yaxshi. Unchalik bir ekinga ham tushunmayman. Voy. O'zim qilayotgan ekanman-da. Mayli. Okey, mana uni ham to'g'rilab qo'yaylik. Yaxshi. Joyida. Okey, mana uni ham va bir ikkitasini olamiz. Bularni olmasak ham lekin uncha o'smagan ekan, hammasi urug' bo'lyapti. Mayli, ekib qo'yamiz do'stlar. Shundan so'ng mana 3 donagina bug'doyni hokimga berib kelamiz merga. Okey, yaxshi. Hammasi joyida. Hammasi yaxshi deydi-ku. Uch savdoyi degan kino ko'rganmisizlar do'stlar. Okey, mayli. Hozir biz qishloqqa merni sabrini sinab ko'ramiz. 3 dona bug'doyga qanday reaksiya qilar ekan. Salom janob mer. Nega so'ramasdan kirdik? Uzr, endi olib kelganimda mana doktorlarni cheka qilar. Olib keldim-da endi, janob. Xayrli tong demoqchi edim. Xayrli. Yaxshi, janob mer. Endi ketaveraymi? To'xta. Janob mer. Kechasi qotillik yuz bergan. Shu qishloqchada. Unga seni daxldor deb o'ylashyapti. Chunki uni ham playerlarga o'xshagan. Qanaqadir bir player o'ldirgan emish. Okey. U o'zi kim edi? U ham bir player edi. Yaxshi. Lekin men kechasi uxlayotgandim-ku. Yo'q, men bir jiddiy so'radim. Kechasi tashqariga chiqqan ekansanmi? Tashqariga chiqqandim, shunchaki havo almashtirganim. Lekin shubhali-ku, balki sen uni tinchishga chiqqandirsan, keyin qaytib ketgansan. Yo'q, nimalar deyapsiz? Ketdim. Do'stlar, bu janob men bizlarga nimalar deyapti, men tushunmay qoldim bora. Qanaydir qotillikni bizga tengoq qo'yapti, voy. Men tushunarsiz narsalarni aytib keladi bizga.
Okey. Mayli, endi biza o'sha qotillik yuz bergan joyga borishimiz kerak. Salom janob. Qishloqqa. Qotillik qayerda yuz bergan? Bu yerga to'g'riga borsang, o'sha yerda. Rahmat. Okey, bir bilaylik qani tomonda ekanda uchtami nechta jitel turibdi. Menimcha qo'shnilar bilsa kerak. Salom jitellar. Salom. Bu yerda nima yuz berdi? Sen hozir qotillik yuz bergan joyda turibsan. Yaxshi, kiraveraymi? Salom janob politsiyachi. Salom. Qoch. Uzr janob. Qorni so'rashmay qoldi. Uzr. Voy, playerni o'ldirib ketishdimi? Judayam g'alati-ku bu. Kim uni o'ldirdi do'st? Janob, Buni ham o'zimiz ham bilmaymiz. Shuning uchun seni bu yoqqa chaqirtirdik. okey. Yaxshi, men hech narsa qilyapman yo'q. Sen soat 8lar oralig'ida qayerda eding? Uyda Yo'q, aynan qayerda eding? aynan tashqariga havo almashtirgan chiqqandim. Bizga nimalar deyapti do'stlar? Mayli, sen borib qol. Keyin sen bilan savol javob qilamiz. Yaxshi, janob, xo'p bo'ladi. Okey. Do'stlar, u bizga nimalar dedi? Politsiyachi qandaydir shubhali savollar berdi bizlarga. Do'stlar, hali men shunaqa qotillikda qolib ketgan bo'lsam, bu yerdan tezroq ketish kerakmi yoki boshqa narsami? Bilmadim. Endi kutib turmasak ham bo'lmaydi. Agar tezroq ketib qolsak, politsiya mendan shubhalanib, meni qidiruvga berishi mumkin, do'stlar. Shuning uchun bu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak, do'stlar.